O'zbek xalq ertaklaridagi yalmog'iz kampir obrazining tarixiga yuzlansak, yalmog'iz xalq og'zaki poetik ijodida keng tarqalgan mifologik obrazdir. Uning kelib chiqishi matriarxat, ya'ni ona hukmronligi davriga oid mifologik tasavvurlarga borib taqaladi. Yalmog'iz obrazidagi salbiy va ijobiy funksiyalarning omixda kelishi shubhasiz ona boshi hukmronligi va ota boshi tuzumlarining ta'siridandir. Ona boshi hukmronligida ayollarning mavqei, roli yuqori darajada bo'lgan. Ota boshi bosqichiga kelib, butun hukmronlik erkaklar qo'liga o'tgani sababli barcha salbiy hislatlar ayollarga nisbatan berila boshlagan. Folklorshunos Jo'rayevning asarlarida qayd etilishicha, o'zbek xalq ertaklaridagi yalmog'iz atamasi ikki lisoniy unsurdan tashkil topgan. Yal plus mog'iz. Atamaning birinchi qismi, ya'ni yal yoki al so'zi qadimgi turk-mo'g'ul buryat mifologiyasidagi yovuzlik ramzi alha yoki alaha obraziga aloqador bo'lishi mumkin. Chunki turkiy tillarda yovuz kuch sifatida tasvirlanuvchi ko'pgina mifologik obrazlar nomi, masalan, alvasda al so'zi ishtirokida yasalgan. Jodugar, shum kampir, maston kampir kabilar yalmog'izning xalq orasidagi variantlari hisoblanadi.